hammamizda bitta muammo bor, boshlashdan qo'rqamiz. Lekin vaqt o'tib shuni tushundimki, mukammal vaqt hech qachon kelmaydi. Birinchi kunlari videolarimni deyarli hech kim ko'rmas edi. Ko'pchilik natijani ko'rmagani uchun to'xtaydi, befarosat. Lekin har bir xato menga yangi tajriba berdi. YouTube, Instagram va kontent yaratish bo'yicha. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun YouTube'ga birinchi uzun videomni joylayapman. Rostini aytsam, bu videoni olishga ancha ikkilanib yurdim. Chunki hammamizda bitta muammo bor, boshlashdan qo'rqamiz. Men ham shunday bo'lganman. Yangi ish boshlamoqchi bo'lsam, odamlar nima deydi? Menda o'xshamasa-chi, hali tayyor emasman degan fikrlar kelardi. Lekin vaqt o'tib shuni tushundimki, mukammal vaqt hech qachon kelmaydi. Yangi yildan boshlab Instagram yuritishni boshladim. Birinchi kunlari videolarimni deyarli hech kim ko'rmas edi. Ba'zi videolarim yaxshi, ba'zi videolarim umuman natija bermas edi. Shunday kunlar bo'ldiki, motivatsiyam ham tushib ketdi. Lekin men davom etdim. Bugun Instagramda 5000 dan ortiq kuzatuvchim bor. Bu juda katta raqam emasdir, lekin men uchun boshlashga jur'at qilganimning natijasi. YouTube'da ham xuddi shu holat bo'ldi. Birinchi videolarimni joylaganimda tajriba 0 ga teng, kamera ideal emas, montajlar mukammal emas. Lekin men bir haftaning ichida 3000 ta obunachi yig'ishga erishdim. Bu yerda men o'rgangan muhim darsni sizga aytmoqchiman. Sizga boshida katta auditoriya ham kerak emas. Sizga boshida mukammal bilim ham kerak emas. Sizga boshida ideal sharoit ham kerak emas. Sizdan kerak bo'lgan narsa faqatgina boshlash. Chunki siz harakat qilayotganingizda o'rganasiz. Ko'pchilik natijani ko'rmagani uchun to'xtaydi. O'zi aslida natijani ko'rish uchun biroz sabr qilish kerak bo'ladi. Qo'rqayotgan bo'lsangiz, sizga bitta savol. 1 yil o'tgach, boshlaganingiz uchun afsuslanasizmi yoki boshlamaгаningiz uchun? Befarosat. Men ham ko'p xato qildim. Ba'zi videolar ishlamadi. Ba'zi g'oyalarim o'xshamadi. Lekin har bir xato menga yangi tajriba berdi. Menimcha javob aniq. Shu uchun kutmang. Mukammal sharoitni kutmang. Mukammal vaqtni kutmang. Bir qadam tashlang. Kichik bo'lsa ham boshlang. Chunki katta natijalar ham kichik qadamlardan boshlanadi. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, fikringizni kommentariyada qoldirib keting. Keyingi videolarda YouTube, Instagram va kontent yaratish bo'yicha o'z tajribamdan ulashaman. Meni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Ko'rishguncha.